AQShda 16 oylik bola basseynda cho'milib, o'zini yomon his qiladi va tez orada vafot etadi. Ota-ona o'z bolasini uy atrofidagi basseynga cho'milgani olib chiqadi. Bola o'sha basseynda cho'miladi va basseyn oldidagi fontanda o'ynaydi. Ota-ona farzandi bilan uyga qaytishganda bolaning tana harorati birdaniga ko'tarilib ketadi, boshi qattiq og'riydi va qusishni boshlaydi. Farzandidan xavotirlangan ota-ona uni darhol shifoxonaga yotqizishadi. Shifokorlar undan tegishli analizlarni olishadi. Analiz natijalari tekshirilganda bola Naegleria fowleri infeksiyasi bilan zaharlanganligi ma'lum bo'ladi. Naegleria fowleri issiq va iliq suv havzalarida, ochiq suv havzalarida, basseynlarda, ko'llarda va daryolarda yashovchi kichik mikroskopik amyoba hisoblanadi. Suvda cho'milayotgan paytingizda u burun orqali miyangizga yetib boradi va sodda qilib aytganda miyangizda yeyishni boshlaydi. Tibbiyotda bu meningoensefalit deb ataladi. Xo'sh, u qanday yuqishi mumkin? Suvga sho'ng'igan paytingizda yuzingizga, burningizga suv tegadigan bo'lsa, burningiz orqali miyangizgacha yetib borishi mumkin. Eslatib o'taman, bu infeksiya og'iz orqali suv yutganda emas, balki burningizga suv tekkanda burun orqali miyagacha yetib boradi. Bu kasallik odamdan odamga yuqmaydi, ammo bir necha kunda tezda rivojlanib, o'lim bilan yakunlanadi. Kasallik alomatlari 1 yoki 9 kun ichida paydo bo'ladi. Infeksiya bilan zaharlangan odamda kuchli tana haroratining ko'tarilishi, kuchli bosh og'rig'i, ko'ngil aynish va qusish, bo'yin egishdagi bo'yindagi og'riq, burun bitishi va burundagi og'riq, hushdan ketish va koma holati kuzatiladi. Infeksiyaga chalingan odam odatda 5 yoki 7 kun ichida vafot etishi mumkin. Kasallikdan qanday qilib himoyalanish mumkin? Issiq kunlarda ochiq suv havzalariga, ko'llarga, daryolarga boshingiz bilan suvga sho'ng'imang. Cho'milayotgan paytingizda burningizga suv kirishidan ehtiyot bo'ling. Agarda cho'milayotgan bo'lsangiz, burun klipsalaridan, ya'ni maxsus niqoblardan foydalaning. Umumiy basseynlarda cho'milayotganda ehtiyot bo'ling. Agarda bu basseynlar muntazam tozalanmasa va xlor bilan ishlov berilmasa, bunday suv havzalarida cho'milish juda ham xavfli hisoblanadi. Hattoki issiq suvda, ya'ni dush, vanna va hammomlarda cho'milayotgan paytingizda burningizga suv kirishidan ehtiyot bo'ling. Bolalarni basseynda cho'miltirayotganda ehtiyot bo'ling. Odatda bolalar basseynda cho'milayotganda xavfsiz cho'milishni bilishmaydi. Ular suvga tushganda pala-partish harakat qilib, suvga sho'ng'ib ketishi mumkin va suvga kirganda burni bilan nafas olishi mumkin. Mazkur kasallikni davolash qiyin bo'lib, ko'pgina hollarda o'lim bilan tugaydi. O'zingiz bilmagan va ishonchli bo'lmagan shubhali suv havzalariga tushmang va cho'milmang.